Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv kanalimizga xush kelibsiz. Aytgancha, pul baxt olib kelmaydi. Pul menimcha komfort olib keladi deydilar. Komfort. Pul qanaqa qilib odamni baxtli qilishi mumkin? Komfort olib keladi, komfort. Lekin baxt ichimizda. Muhabbat ichimizda. O'zimizni o'zimiz baxtli qila olamiz. Конечно, men shunaqa darajaga yetish uchun men doim baxtli bo'lib yuraman. Doim ichimda muhabbat yashaydi. Allohga ishonchim, iymonim hech qachon meni tark etmaydi. Nima bo'lmasa ham, qanaqa problema bo'lmasa ham kulib turaman. Allohim rahmat, senga yana bitta sinov berding, demak meni juda ham yaxshi ko'rasan, sevasan. Allohim senga shukr. Mayli, zato sog'man. Allohim bu sinov orqali bir hikmat bor. Bilaman shuni deb shukr qilib yashayman. Mana. Bilasizlarmi, ko'p pul muammo nimaga bo'ladi odamlarda? Nimaga ko'p muammolar bo'ladi? Pul bo'yicha qarzga botib ketadi odam. Chunki shukr qilib yashamaydi. Chunki boriga shukr qilishmaydi. Turganiga, ertalab, kechqurun uxlaganiga, yana bir kun yashayotganiga shukr qilmaydi. Faqat noliydi. Va pulni orqasidan chopib ko'p narsalarga ahamiyat bermaydi. Shu uchun ham menimcha pulsiz bo'ladi, qarzga botib ketadi. Chunki shukronalik yo'q va astag'firulloh degan so'z yo'q menimcha. Menga kechagi storieslarimdan keyin juda ham ko'p odamlar yozibdi-da. Opa, sizda pul bor-da, shu uchun o'zingizni sevasiz deb. Pul kerakmi odam o'zini sevish uchun? Odam o'ziga mehr bersa, har kuni ertalab turib, alhamdulillah, juda ham chiroyliman deb o'zini tanlasa, shu uchun ham pul kerakmi? Menimcha siz o'zingizga o'zingiz pul to'la olmaysiz-ku. Muhabbatni faqat siz o'zingizga bera olasiz. Hech qanaqa pul kerak emas bu yerga. Odam o'zini sevish uchun mablag' kerak emas. Do'stlar, o'zingizni seving. Bepul. Pul o'zini sevish uchun kerak emas.